Bu ko'zlarga yosh keltiradigan hikoya edi. Jahon chempionligini qo'lga kiritganidan so'ng Niko Williams oltin medalini onasiga taqdim etdi. Bu shunchaki medal emas, balki yillar davomidagi mashaqqat va sabrning ramzi edi. 90-yillar boshida uning ota-onasi Ganadan Ispaniyaga yaxshiroq hayot izlab yo'l oladi. Ular qochqinlar bilan to'la yuk mashinasida safar qiladi. E'tiborlisi, Nikoning onasi shu payt homilador edi. Keyin esa bir necha kun davomida Sahroyi Kabrini piyoda kesib o'tishga majbur bo'lishadi. Ochlik, chanqoqlik, jazirama issiq va har qadamdagi xavf, atrofda esa qo'rquv va noaniqlik hukm surardi. Ammo ular taslim bo'lishmadi. Ispaniyaga yetib kelgach ham hayot oson kechmadi. Oila qiyinchiliklar, muhtojlik va og'ir mehnat bilan to'qnashdi. Ota-ona farzandlarini boqish uchun bir vaqtning o'zida bir necha ishda mehnat qildi. Katta aka Iñaki kichik ukasi Nikoga qarashar, unga yordam berar edi. Birodarlarning mehnati, oilaning sabri va bir-biriga bo'lgan ishonch ularni olg'a boshladi. Bugun Iñaki Athletic Bilbao afsonasiga aylangan bo'lsa, Niko Yevropa va jahon chempioni sifatida millionlab insonlarga ilhom bag'ishlamoqda. Medalni onasiga uzatar ekan Niko go'yo shunday degan edi: "Onajon, bu mening medalim emas, bu siz bosib o'tgan azobli yo'lingizning mukofoti."